Fillarning qabristoni emas, gaz plitalarining qabristonida turibman. Chunki bu yerdagi gaz plitalar sotuv narxidan, bozor narxidan kerak bo'lsa zararga berib yorilyapti. Zararga hech kim bermaydi deyotganlar. Shunaqa ko'rinishda Ferre brendining gaz plitalari 4 ta ko'zi gazli. 3 ta ko'zi gaz, bittasi elektrli modellari ham bor. Duxovkasi ham полностью gazli bo'ladi. Bu modeli eng kami $190 dan $250 ham sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i $99 dan $322 ham sotilgan. Вообще навороченный modellari hozirgi paytda bor yo'g'i $129 dan. Yangi masli upakovkada olaman deydiganlarga korobkada bo'lgan gaz plitalar Immer brendining shunaqa ko'rinishda mokri asfalt va oq rangdagi gaz plitalari, usti полностью polironli metal, 4 ta ko'zi gaz, duxovkasi ham полностью gazli bo'ladi. Undan tashqari quyma chugullarigacha bor. Bu modellar vaqtida $195 dan $250 ham sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i $144 dan. Gaz plitalarining ichida iPhone'i bo'lgan nemis texnologiyasi bo'yicha Turkiyada ishlab chiqarilgan Becker gaz plitasi, 4 ta ko'zi gaz, avtopochik gaz kontrollarigacha bor. Duxovkalarning oynalari 3 qavatli, ichi полностью biokeramika qilingan. Past tarafi gaz, tepa tarafi elektr, undan tashqari grill litsasigacha bor. Shuguni 100% quyma, даже dumaloq qozonlarga shoxlarigacha bor. Bu modellar $450 ham sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i $399 dan. Qatdan olsam bo'ladi deydiganlarga turgan joyim, lokatsiyasi va sotuvchilar nomeri videoning tagida opisaniyada.